Oy, ey, alkash er. Man umrimda ichmaganman, tushunyapsan? Isbotlay olmaysan. Isbot dalil topamiz. Oyjon! Oyim uydalami? Shoshma. To'xta. Nima? Oyimga aytib o'tirmagin. Axir men umrimda ichmaganman. Bo'pti. Oyjon ketmayman. Lekin buni evaziga meni bitta joyga borasiz. Avval tualetga borib kelay, keyin boy joyga boraman, tushunding? Tinchlikmi? Qayoqqa? Shu bitta duo bering, keliningiz bilan bir aylanib kelaylik. Aylanishga bo'lsa xotin bilan, a? O'zi qayerga ketyapsizlar? Biz o'g'lingiz bilan birinchi muhabbatlarni yoniga borib kelaylik. Kelin, mayonez bilan urishib qolmadingizmi? Gapiring, yo kecha qay holda kelganingiz oyjonga aytdingmi? Oyjon, bitta bayavoy duo bering, bormasak bo'lmaydi. Точнimi? Точный. Qani ilohomin, tinchgina borib tirik qaytinglar. Bir-biringni go'shtini yemasdan bus-butun qaytib kelinglar. Allohu akbar. Mana, yetib keldik. Xotin, birinchi muhabbat haqida senga tushuntirib beraman. Sen noto'g'ri tushunyapsan. Men birinchi muhabbatni parkni nazarda tutgandim. Siz qachaylarsiz o'lib qolasiz-ku? Kachaylarni jinnasiman-ku. Yaqinda tug'ilgan kuningiz-ku, shunga sizga chotki park topib qo'ydim. Alpinland. Aytdim, kelganda qandaydir shvetsarskiy pagodani sezdim. Kachaylarni ketiga ulab uchaman-ku. Yuring. Qayerdan boshlasam kerak? Va kim qarayapti? Men piyalada uchaman. Butun shahar ko'rinadimi? Конечно. Borib vashsha maza qildim borku. Bolalar bilan gezga bo'lar ekan, maza qilib aylanadigan joy ekan-a? Bu yerda bolajonlarimiz uchun attraksionlarning xil-xilidan bor. Atmosferasini ko'rib olsangiz, salqin, soya, yam-yashil, oilaviy dam olish uchun piknik zonalari to'lib yotibdi. Siz manzilni ko'rdingizmi? Uyimizga bir qadam mana Chimdan Perikroska. Undan tashqari Mirzo Ulug'bek tumanidagilar, Yunusobod tumandagilar, Tetizdagilarga ham yaqingina. Ha, yana 28-iyun kuni aynan mana shu parkda Qozoda Do'stov o'zini gala konsertini berar ekan. Bu konsertgacha 50 dan ortiq bloger bilan san'atkorlar kelar ekan. Lazi Terminator. Bu gapni senga hech qachon aytmasam kerak deb o'ylovdim, lekin bugungi uchun rahmat. Maza qildim. Ha, aytgancha, boya birinchi muhabbatingiz haqida nima demoqchi edingiz? Hech narsa demoqchi emasman. Tushundingmi? Hech narsani tushuntirmoqchi emasman. Dadasi. Короче, borku, bitta psixologni chotki gapini ko'rdimda, kakkiras ikkalamizga tegishli. O'z sen mana shu tarafdan yugurib kelavermagin. Hamma videoyimiz bir xil bo'lib qolyapti. Yana bitta psixni gapni ko'tarib kelding-a? O, menga qara. Hozir mana shu gaping mana shu yerda barbod qiladi, tushundingmi? Ko'p gapirmang. Men ularni hurmat qilaman. Axir men sobiq lazi psixologman. Короче, gapni eshiting. Tuppa-tuzli tirikchiligingizni rasvo qildingiz-da, lazi psixolog. Tushunchasini eshitdik. Buni ham eshitaylik. Nimaga? Aslida er-xotin o'rtasida sevgi degan narsa yo'q ekan. O'zimdan shubhalanib yurdim. Demak, men haq bo'lganman. Keyinchi? Mana biz siz bilan doim janjal qilamiz-ku, lekin aslida bu janjal plyusga ishlar ekan. Bizning sevgi shunaqa dahshatki. Uzoqdan ko'rgan odam bu oila parokanda bo'lib ketdi deb o'ylaydi-da. Bilmaydi-da seni kimligingni. Eshiting. Xullas, o'sha janjal mana shu er-xotin o'rtasidagi sevgini yangilab, obnovleniya qilib turar ekan. Xotin, bu bizning janjalimiz sevgini obnovleniya qilmaydi-yo. Udaletga yaqin shu borib keladi-da. Shuning uchun siz oramizdagi janjaldan umuman xavotir olmang. Bu bizning sevgimizni charxlab turadi, yangilab turadi. Sevgimizni urovinini oshiradi. Ha, bu sevgimizni urovinini oshiramiz deb sevgimizni qorong'u bir teshikka tiqmasak bo'ldi-da. Nima farqi bor? O'sha qorong'u teshikda ham sevgimiz yangilanib tursa bo'ldi-da. Sen meni jicha noto'g'ri tushunding-da. U teshikdan chiq. Xullas, tayyor bo'lib turing. Kechki sevgimizni bir yangilaymiz. Bu xotinga ishonib, sevgini obnovit qilaman deb shu udalet qilib yormasak bo'ldi-da.
to'ylar muborak, to'y holi bo'lsin ey yonijanim, sog'lom keldi yosh yarim. Qayerda yuribsan, ho'kiz? O'rtog'imga dedim. Nima? O'rtog'ingnikidan? Men senga ham, o'rtog'ingga ham, ana u landavur ish yoqmas, takasaltanglarga hech qaysiga ishonmayman. Oyi, menga ishoning, men uni ol dedim, точно. Bo'pti, telefon qilasan. Ha, shoshma. Meni telefonimdan qilasan. Oyi, vaqt shart emas, kech bo'lib qoldi. Kerak. Uxlashayotgandir demadi. Telefon qil. Oyi. Oyi, mana qarang. Ko'tarmayapti-da, kech bo'ldi, normal odam telefon. Ko'taradi. Uxlayapti, oyi. Ko'tarmaydi bu. Ana ko'tardi. Avo, assalomu alaykum xola, yaxshimisiz? Jasur, o'g'lim, yaxshimisan? Rahmat xola, o'zingiz yaxshimisiz? Bugun Otabek sani tug'ilgan kuningga borganmidi? Ha, xola keldi. Hamma bolalar shu yerda edi. Mabodo sanikida emasmi? Otabek shu yerda bizanikida xola, kech bo'lib qoldi-da, shunga uxlayapti uyimizda. Otabekni chaqirib ber. Otabek, tur, oying telefon qilyapti. Allo, bolam. Ha, oyi. Ana o'rtog'ing. Gaplash. Alo. Otabek. Mana, sani o'rtoqlaring.